Sotiq palatasidamiz. Akalar, bu yer shunaqa joy ekanki, hamma o'zi ishlab chiqarayotgan, ya'ni o'zbekistonliklar ishlab chiqargan mahsulotini oxiri mana shu yerga vizitkasi bilan tashab ketar ekan. Bu degani Muzaffarxon aka, vizitkalar tashab ketish, afg'on savdogarlari shu yerga kirib, O'zbekiston mahsulotlari bilan tanishib ketishadi. Ha, bemalol o'sha aloqa qila olishlari uchun-da. O'zlari doim bitta bo'la olmaysiz, siz savdo uylari shuning uchun o'rtada vositachilik qilib berishadi. Ular bilan bizni bog'lab beradi, bitta xaridorlar bilan. Bu yerdagi hamma tadbirkor o'zi bilan olib kelgan abrazingizni tashlaydi, vizitkani qoldiradi. Itogoda tashab, xaridorni ko'rsatib, yana uyga qaytarib olib ketmaydi-yu, savdo uyimizga tashab ketadi. Keyin yana ma'lumot olib ulanish uchun, qolganlar bilan savdo qilish uchun. Bu yerdagi afg'onistonliklar qiynalmasligi uchun, u yoqda o'zbeklar foydalanishligi uchun mana shunaqangi savdo uylari tashkil qilingan ekan. Hamma mana shu yerda O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari o'zlarining mahsulotlarini tashab ketishgan. Meva beradi aka. Bo'ldi. Uj mana. Savdogarlarimiz o'zlari mahsulotlarini qo'yib ketishgan. Abrazingiz? Zo'r Gap yo'q. Shuni o'zimizni kosiblar tutgan. Ha? Qo'yib ketishgan. Bularning nomerini qayerdan topamiz? O'sha yerdanmi? Bu yerda yozib ketganlar. Mana akalar, qaranglar, sheshkalar, mana bu seriyadagi turbalar, futbolkalar, hammasini mana yong'oqlar. Mana vizitka. Mana bu ishlab chiqarishi. Sochiqlarni ishlab chiqarishi. Mana vizitkadan bemalol Afg'oniston bozoridagi tadbirkorlar foydalansa bo'lar ekan. Akalar, sizlarning tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu savdo uylariga o'zlaringni ishlab chiqaradigan mahsulotlaringni, abrazingizni qoldirib, bitta vizitkani tashlab ketsalaring bo'laver ekan. Doimiy holatda sizlarga aloqaga chiqib turisharkan.